Ko'rib turgan fayzli remontlari tayyor bo'lgan chiroyli xonadonimizning egalarida ozgina vaqt bo'lganda edi, bu qo'yiladigan narxdan qimmatroqga sotishlari mumkin edi. Lekin xonadonimiz srochno sotuvga qo'yilyapti, egalariga pul zarur. Bu haqida egalari kelsanglar batafsil ma'lumotni o'zlari beradilar. Umumiy hisobda 2 sotix yer maydoniga qurilgan 5 ta xona plus hol, oshxona va 4 ta sanuzel, letniy kuxnya. Hovlisiga bemalol 3 ta mashinani joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Chiroyli, keng fasadiga ega bo'lgan 2 qavatli, hashamatli xonadonimizga $99,000 startli narx so'raladi. Xonadonimiz holati eng yuqori sifatda remontlari amalga oshirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Kirib kelishimiz bilan katta hol qismidan kutib oladi. Qaranglar, pardalar ilingan, o'ziga yarashib turibdi. Ikkinchi qat ko'tariladigan zinalarimiz. Zinani faqatgina perillasida ish qolgan, okalar. Qaranglar, bu yoqda xonadonimizning oshxonasi joylashgan. Mana xonadonimiz oshxonasi ham kattagina, keng, mazza qilib foydalansanglar bo'ladi. Okalar, xullas xonadonimizni kelib ko'rib, narxini savdolashib kelib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Xonadonimiz manziliga aniqlik kiritadigan bo'lsak, mehnat postidan kirganda ATPda joylashgan. Mehnat postidan ham, Toshmi postidan ham kirish imkoniyatlari mavjud. Ikkala postdan ham 4 kilometr masofa ichkarida. Egalarga aloqa qilib qo'shimcha ma'lumotlarni olib, tepasida yana narxini savdolashib, kelib baraka qilsanglar bo'ladi. Xonadonimiz 100% to'pli pol qilingan va qo'shimcha ravishda radiatorlar ham qo'yilgan. Egalarga aloqa chiqish esdan chiqmasin.